Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa bugun videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rasizlar. Bugun Hoji akamning xonadonlariga kelganmiz. Xudo xolasa bugun assortiment qo'yiladi, haqiqiy turlaridan bor. Inshaalloh bularni birma-bir olib chiqib, ma'lumotlarni Hoji akamning o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Videomizga bittadan like bosib, chiroyli, yaxshi kommentlarda yozib tursalaring, narxlarini yo'lida qilib chiqarib berishga harakat qilamiz akalar. Bugün hafta kuniga payshanba 23-yanvar 2026-yil. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Hoji akamning xonadonlarida. Xudo xolasa bugun qo'yiladi, zo'rlari, tozalari chiqadi inshaalloh. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, inshaalloh tursalaring narxlarini yo'lida qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Hoji aka, birinchi partiyamizga qaraqasizda. Birinchi partiyamizga 3 ta qo'zi sovliq bor. Assalomu alaykum. Bir so'rashib qo'yaylik. Ko'rishmaganimizga men cho'kib ketdi. Charchamayapsizmi? Olib keldingizmi? 3 ta qo'zi sovliq. Tug'magan hali. Hop. Qo'chqarlari bo'lsa, qo'shib olishaveradi. Necha partiya qo'y chiqaramiz bugun? 3 partiya. 3 partiya qo'y chiqaramiz. Qo'ylari zo'rlaridan kelgan dedingiz, ha? Ha, qo'ylar o'ta baquvvat. Mana buni bular to'g'li sog'liqchilik Hoji aka. Tug'magan hali. Tug'magan, mana qo'ylarni qaranglar, jonivorlar. Yonib turibdi ekanmiz. Xudo xolasa, qo'zilar, to'g'li qo'zilar, xudo xolasa tozalaridan mana yuzlarini qaranglar. To'nlarini qaranglar, buni simchi. Bo'lmaydi bular. Xudo xolasa originalini olaman degan akalarimizga, xudo xolasa dumbarazlari zo'r. Hamma tomonlama zo'r aka. Birinchi bolasini o'zim olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga haddishi tavsiya qilamiz. Qo'ylar yaltillashini qaranglar, jonivorlar. Mana. Buni qaranglar, mashalloh. Buni simjunni qaranglar. Simjun. Badan ham bor. Paxta junmas. Badanni qarasamiz. Badani zo'r ekan lekin, ha. Bola berishda ham yorvarsa kerak, Hoji aka bular. Hali tug'magan deyapman. Ikki kishi emas, kishini ochib ko'rsatdim. Kishini ochib qo'y. Bittami? Voy. Kuchi yetmayapti, jahon. Kuchim yetmayapti. Makkam shu. Ana, qo'zichoq. Akalar, bo'ylari primenda bir 80 plus chiqadi, Hoji aka. 80 plus da, hali qo'zi. O'lchaganmiz. Badani lekin qo'ylar zo'r. Hammasi bitta endi. Buni qaranglar, hammasi bir xil. Olgan odam yaxshi baraka topadi, xudo xolasa. Hammasi bir xilda, standart. Buni ichiga bitta past qilib qo'yilmagan, inshaalloh. Zo'r hammasi. Hop. Buni uchovini narxini yo'lida qilib beramiz, ha? Narxini yo'lida. Dastlabkilar qayergacha, Hoji aka? Dastlabki vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab qilib beraverasiz. Narxini gapiring. 6,5 dan beraman. Yo'lida aytaman, Hoji aka, sizga yarashmaydi, ey. Yomon aytmadim. O'tidagan joyini gapiring. 100 dan o'tib beraveramiz. Ya 100 demang, 100 yarashmaydi 200 dan sizga. o'tamiz bu. Shu 6 milliondan qilib qo'ysakchi, Hoji aka. Endi 6 million. To'g'li sovliq yo'lida qo'yaylik, yo'lida sotiladi, Hoji aka. Xudo xolasa 6 milliondan, ha. Mana, obunachilar, baraka qilib qo'yapman, telefon qilib jo'natib beraverasizlar. 6 million so'mdan uchovi to'g'li sovliqlar akalar. Bu unaqa qari qo'ymas, xudo xolasa. Olgan odam baraka topadi. Olgan odam ammo 100% baraka topadi akalar. Olinglar mana shunaqa zo'rga kelganda bosib yuboradigan joyi. 6 million so'mdan to'g'li sovliqlar. Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Badani haqiqiy zo'r ekan. Bolani ham zo'r beradi. Hoji aka hozir qochirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi bular? Bo'laveradi. Qo'chqar, qo'chqar bo'lsa qo'shinglar. Zo'r qo'chqar qilib ber desa ham qilib berishaveradi. Qilib beraverasiz. Qo'chqaridan yaxshisidan qilib ber desalaring, qo'shib ham chiqaraverasiz. Buni ham shu yerda ko'rsatib qo'ymasin. Ko'rsatchashini. Bitta aman. Mana akalar, sizlarga ikkinchisini ham ushlab ko'rsatib qo'yaylik. Davronbek, bu qo'ylar ushlab bo'lmayapti, qisqasi. Jonivorlar, eti zo'r ekanda. Bo'ydoq kuchi yetmas ekan qo'ylar, ha? Tishini ochib ko'rsatib qo'y buni. Tishini ochib qo'ymi? Mana. Qo'zichoq. Mana. Endi o to'shlarini ko'rsating, to'shdi mana, mana qarang. Oldini qaranglar, jonivor, mashalloh. Bolani haqiqiy to'g'li bo'lsa, shunaqa to'g'li bo'ladi-da, Hoji aka. Mana, olsin, realni oladigan. Turishini qaranglar. Qorasini boqaman degan aka-ukalarga mana tavsiya. Buni kallani qaranglar, kalla. Garbonoz Qo'ydi qarang. Garbonoz ham haqiqiy zo'r ekan. Bular akalar telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Qo'chqar chiqmaganda bitta. Ha, qo'chqar qo'shilmagan. Xolasa yaxshi qo'chqar qo'ssalaring. Inshaalloh. Qo'vozi olatda buni endi Davronbek. Ha, ishqivozi. Buni haqiqiy ishqivoz chiqsa, ahamiyat bering, vahshiy mo'sh. mashalloh, buni turishlarini qaranglar.
telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar, shoshilinglar. Bunaqa zo'rlari ha deb ham kelavermaydi, bunaqa to'g'rilari. Xudo xolasa Buni soni 5 ta edi, to'g'risini aytaveray. ha 5 ta edi. 5 ta edi. Ikkitasini haligi Samarqandda o'zlari Amerikada ekanlar, pura mina ekanlar. Ha. O'sha akaga berdik. Ko'rsalar bitta like bosib, yozib qo'ysinlar ha. Like bossinlar bo'ldi. Mana. Ha, 3 tasini endi sotuvga chiqardik. O'zi buni sotuvimiz dedik o'zi, olib qolamiz dedik o'zi. Ha. Endi 3 tani, 2 tani sotgandan keyin 3 tani ham sotamiz endi. Biz obunachilarimizga bersangiz beribsiz-da. Xudo xolasa zo'r, yaxshi baraka topishadi olgan odam. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyalarda olib chiqib sizlarga ko'rsatib beramiz. Like'larni ayamay bosib turinglar. Mashalloh, mana qo'ydi qaranglar akalar. Ekazaxchisidan so'ragan akalarimizga, ekazaxchini haqiqiy gigantidan boqaman degan akalarimizga inshaalloh zo'ridan olib kelib qo'ysiz aka. Mana video boshida bo'yini o'lchab qo'yib, Onasini bitta bo'yini o'lchab qo'ygancha mana. 90. Mana akalar 90 sm. Endi qarab turing, uzunasini ham bitta o'lchaymiz. Videoni boshida o'lchab ketaylikcha. Mana uzunasi mana 1 metr. Uch janovar. Ha, janovar. 1 metr. O'ta kuchli ekan onasi. Aram ushlab oldingmi Jahongir? Janovar onasi o'ta kuchli ekan. Bolalarni qarang haligi. Bittasini kichkina, bittasi katta emasda, ikkovi teng. Bolani yaxshi baqa ekan Toj aka. Mana qo'chqar. Ha, bunisi qo'chqar, Ha, bu qashqa sovliq. qashqa sog'liq. Xudo xolasa ekazaxchisini haqiqiy gigantidan zo'rini olaman, baqaman degan akalarimizga inshaalloh tavsiya qilamiz. Yelin ham bormi? Qani, O'ta katta ekan. bolani zo'r boqaygan Toj aka. Yema. Sutini qaranglar janovar. To'rtta bolani ham baqaverasizlar bu. Janovar. To'rtta bolani ham baqaveradi haqiqatdan. Xudo xolasa juda gigant narsa ekan onasi ham. Inshaalloh olinglar, mana yaxshi baraka topasizlar. Onasini yoshi qanaqa aka? 6 kishi bo'lsa kerak, kishini ochib Tabiiy, ko'radi. och bo'lmaydi buni ichini. Ha, u eplab bo'lmaydi bu, qarang. Oo, 6 yetalab ketyapti-yu. 8 tishga o'tmagan bu qo'y. 8 tish 100 bo'lsa, aytib turibdi-yu. ha. Qo'yni qaranglar, kallalari. Qo'y baqib ol. Kallasi ham juda katta ekan janovar. Bolalar baqa juda varamchi. Bolalari ham juda chiroyli ekan. Bolalarini qaranglar. Mashalloh. Hammamizga nasib qilsin shunaqalardan boqishlik. Niyat qilib bittadan like bosib qo'ying. Xudo xolasa sizga ham bo'ladi mana shunaqa qo'ylarni. Bu qo'zisi ham bormi? Qo'chqar, vobshe dahshat ekan. Qo'chqar. Mana qo'chqor. Qo'chqar. Kallalarni qaranglar. Kallalarni vobshe mosh. Juda chiroyli ekan, aka. Balari ham. Barazizlari qo'chqor. zo'r ekan. Bu qo'chqar. Egasiga o'xshab bir joyda turmagan. Quloqlari ham zo'r ekan, janovar. Mana bu qashqasi urg'och. Xudo xolasa bitta qo'chqar, bitta sovul. Har yiliga ekazatib qo'yasizlar aka bu qo'ya. Xudo xolasa telefon qilinglar. Inshaalloh. Inahini kallamda yaqin. Inahini ko'rsatdim. Kallalari juda katta ekan. Tishini ochchi, tishini ham ochib o'rchi, tishini och qani. Mana akalar. 6 ta, 8 ta endi o'tyapti ekan. Endi 8 taga o'tyapti ekan. Xudo xolasa telefon qilinglar, narxini yo'lda qilib berasiz, aka. Yo'lda qilib beramiz. Narxini ayting. Bola deganini ayting, aka. 14,5. 14,5 demang. O'tib bering. 200 ming. Hech kim aytganiga sotmagan, aka. 14 million 300 bo'ldi. Buni ham to'xtatib turing mana. Mana shu ikkala qo'z bozordan nechi pul mana shu? ikkovmi? Ha, xolis. Ikkov 7 millionda. 7 million bo'pti mana. 7 millionga sotilyapti. Shunaqa qo'zi bitta qo'zi. 7 million bo'lsa, ina nechi pul masalan? Inani 7 millionga berilmaydi. Yo, bermaydi. Bunaqa sovliqlarni 9, 9,5 shunaqa sotishyapti-da. 90 bo'yli sovliq kam azoz aka. Bo'p, qara, 7 million emas. 6 million pichib turib, mana uni 8 million pichsak ham 14 millionmi? 14 million. Olsin 14 ga bo'pti. Bo'ldi. Alloh barakasini bersin aka. Olsin 14. Arzon bo'ldi mana obunachilar. 14 million so'mga mana. Bolalari ham tetik bo'lib qolgan-da. Mana bolalarini unaqa suti berib boqib yurmaysizlar. Mana sutini qaranglar. Xotirjam to'rtta bolani ham baqaveradi. Xudo xolasa telefon qilsalaring, olib chiqarib yubor desalaring, xudo xolasa Samarqand, Buxorolarga ham chiqarib beraverasizmi? Endi archa uzoq emasmi-ku? Ha, endi- Samarqandgacha qilaylikmi? Samarqandgacha qilaylik, hoji aka. Bo'ldi, Samarqandgacha qilib beramiz, faqat kiligidan pulini tashlab yuborishadi. Tashlab yuborishadi, ha? 14 million pul tashlab yuborsa chiqarib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa Dastavka bizni bo'ynimizga. telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Akalar shoshilinglar. Qo'yib Qo'ydi umuman usha bo'lmaydi. Turishini qaranglar. Voy jonivorlar. Keyingi partiyalarda olib chiqib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, urug'likka yoshligidan o'zim tarbiyalab olaman degan akalarimizga bir dona arashan qo'chqorimiz sotiladi. Mashalloh, buni turishini qaranglar.
quloq, garbonoz hamma tomonlama ideal ekan. Zo'rini olib, mana shunaqasidan tarbiyalab boqing, xudo xolasa sog'liqlaringizga qo'shib yaxshi nasl olasizmi. Dumba razrezni qaranglar. Bana qarang, ikkaliga. Qo'yam dakanga o'xshaygan haqiqat. Mashalloh. Turishini qaranglar. Kalla, garbonoz. O'zida bu erkin. Hamma yo'g'i zo'r ekan, aka. Turishini qaranglar buni. Haqiqatdan o'zimga ham yoqdi. Tavsiya qilib. Razrez dakansa. Oyoqlari baquvvat ekan, janob. Turishini qaranglar. Zo'rini olib boqing mana shunaqa. Hoji aka yoshi qanaqa buni? 6 oylik bo'lsa kerak a. 6 oylik, shunaqa atrofida-da. 6 oylik bo'lsa. Turishini qaranglar, janovarni. Hop, bo'ylari bir 80 atrofida. Quloqlari hamma yo'g'i zo'r ekan. Inshaalloh telefon qilinglar, dastlabkilarni qilib yetkazib beringlar, ammo qo'chqorga 10 baho. Xudo xolasa zo'r ekan, ranglari ham, brend yuzlari oq, hamma yo'g'i kelishgan. Janovar. Turishini qaranglar, janovar. Hoji aka, narxi nima deymiz buni? Ulan $1000 deb olmaysizmi yana? Yo'q. 550 desakchi. Yo, 550 dema. 550 ga qo'ysa ham bo'laveradi. Qarang, biz Endi siz dollar emas, 6 million berishsin bo'ladi. 6 million. Ha, hop. $500 bo'ladi shunda. 6 million bo'lsa bu. Alloh barakasini bersin. Obunachilar olib qo'yinglar mana bu. Ammo menda bo'lsa mana shu $700 ga sotaman. Narxi $700 ham. $500 ga men hoji akam arzon qo'yganlar. Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Shoshilinglar mana. Oq yuzidan-da bu mana. Oq yuzda. Xudo xolasa bu hali o'sadi. Metr bo'ladi inshaalloh. Yaxshilab boqsalaring, tarbiyalab, xudo xolasa hali $100,000 qo'chqarib ketadimi? Bo'ldi. Telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Chiqing baqa, oy. Go'sht yo'nalishida 150 kilo, 180 kilo qilib boqaman degan akalarimizga qo'chqorlarni papalaridan keldi. Qo'chqorlarni qaranglar. O'tda go'zallaridan, xudo xolasa ayiq polvonlaridan. Ular hammasi yemini yeb turgan. Mana, xudo xolasa yaxshi o'zgaradigan qo'chqorlar. Mana dumbaraz izlari zo'r. Gavdasi eng kattasi ko'k ekan, ha? Ko'k tushachash ko'kdi. Ko'k tushagan. Kallalari ham juda bahaybat ekan. Necha? 75 Oyoqlari chiqarmi 80? baquvvatligini. 80 O'yinchi qani? Yerda 87 mi shunaqa ekan? 90 ga yaqin ekan. Ha, 90 ga. Kishinochi? Qo'zi, ha? Janovar. Uzunligi necha Qo'zi ekan janovar. Qani? Uzunligi 87 ekan. Точно. Kvadrat. Hop, hammasi bir xilda, xudo xolasa bitta ko'k, ikkita sarig'idan. Inshaalloh telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Yaxshisini, o'zgaradiganini, yeb ichishi yaxshisini so'ragan akalarimizga inshaalloh qo'ylar bunaqa manfaat topgan, yo'tal-bo'tal yo'q, garantiyali qo'ylar. Yuzlari hamma yo'g'i kelishgan ekan. Telefon qilinglar, ish bitadi. Xudo xolasa yosh oylik qanaqa qanchaga buni? Yosh oyligi 12 oylik bo'lsa kerak ya. Bir 10 oylik atrofida bo'lsa kerak. 10 oylik deb ko'raylik. 10 oylik atrofidagi qo'chqorlar. Xudo xolasa bir 2 oylarda ikitish bo'ladi-da bular. 2 atrofida ikitishga chiqadi. Ungacha o'sadi-da bular jonivorlar. Hozir ham salkam 90 bo'yi chiqyapti. Buni olgan odamim aytdiki, aka dedi, hammasi dedi qaynatilgan makka bug'doy yeb turgan qo'ylar. Yeb ichishi yaxshi qo'ylar aka. Telefon qilinglar, narxini yo'lida qilib beradilar. Hoji aka, narxini ayting. Narxi bo'ladigan 17 million bo'lsa beraman, uchovi. Uchovi qancha bo'ladi shunda? 5,5 dan bo'lsa 16,5. 16,5 bo'ladi. 17 million bo'lsa oladi. Shu 16,5 qilib qo'yaylik. Buni. Endi bu kichkina emas bu qo'y. Endi 5,5 dan endi. Kichkina. 3 ta qo'yga 500 ming o'talmaysizmi? 5,5 dan qilaylik shuni. 5,5 dan ha, ketaveradi ha. Bo'ldi. 5 million 500 ming so'mdan telefon qilsalaring, xudo xolasa dastlabkilarni qilib yetkazib beradilar. Bugunga shular ha, aka. Bo'ldi, shuni. Like'larni bosib, kommentariyalarda chiroyli qilib yozib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa mana shunaqa arzon qo'ylar kelganda inshaalloh chiqarib berib turamiz. Faqat zo'rlari chiqadi. Qo'llab-quvvatlab like'larni bosib turinglar. Oyoqlari baquvvat. Hammasi baquvvat. Mana. Telefon qilaverasizlar.